Toshkentdagi klinikalardan birida ishlovchi ismi sir qolishini istagan toshkentlik shifokorning aytishicha, bokiraligini yo'qotgan ko'plab ayollar to'y kuni isnodga qolishdan qo'rqib, og'riqli plastik amaliyotlarga rozi bo'lishmoqda. Bu og'riqli o'ta nozik amaliyot. Hamma shifokorlar ham qila olmaydi buni. So'nggi paytda bokiraligini tiklashni so'rab murojaat qilayotganlar to'g'ri ko'paydi. Yosh qizlar kelishadi. Hozir o'zingiz bilasiz, yoshlar oldingiday emas, hayot o'zgaryapti, hamma yoqda internet, lekin an'analar o'zgarmay qolyapti. Hamma bokira qizni olgisi keladi. Shuning uchun bokiraligini yo'qotib qo'ygan qizni hayoti barbod bo'lmasligi uchun dugonalar yoki tanishlari chiqadi bizga, to'y kunini aytishadi, chunki bu ko'pincha to'y kuni qilinadi. Tikilgan iplar ochilib ketmasligi uchun ayollar shu kuni ertalabga belgilashadi, deydi toshkentlik shifokor. Toshkentlik boshqa bir shifokorning aytishicha, bokiralikni tiklash hozirda O'zbekistonda $100-150 bo'lmoqda. Hozir ko'p kelishadi. Bilmay shu ishni qilib qo'ygani bor, hayotida erkak kishini ko'rmay bokiraligini yo'qotganlar bo'ladi. Ular ham keladi. Kimdir aldab, men senga uylanaman deb aldab tashlab ketganlari bor, shunaqalar ham ko'p, deydi toshkentlik shifokor. Boshqa musulmon mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham bokiralik nikoh qurishning muhim shartlaridan sanaladi. Qizning bokira emasligi ko'pgina hollarda to'y kunining ertasi ajrashishlarga sabab bo'ladi. Buxorolik Feruza opaning aytishicha, O'zbekistonda bokiralik pardalarini tiklab, yerga tegib ketayotganlarning ko'payishi ayni paytda ko'pchilik erkaklarni ham hushyor torttirgan. Ko'pincha hozir kuyovlar qanday qiladi? To'ydan keyin 3-4 kundan keyin qo'shiladi kelinchak bilan. 3-4 kun ichida ip titilib ketadi. Ya'ni 3-4 kun ichida plastik qildirgani bilinib qoladi, deydi Feruza opa. Ayni paytda qizlar orasida bokiralikni saqlab qolish uchun jinsiy aloqani boshqa yo'llari ham ko'paygan. Bokiralik yukki hujjatli filmi muallifi Umida Ahmedova o'zbek jamiyatida ayolning bokira emasligi katta fojia darajasiga ko'tarib qo'yilgan. Ahmedovaga ko'ra, o'zbek jamiyatida yoshlarni nikoh qurishlari uchun yondashuv o'zgarmog'i kerak. Endi mani o'zimning fikrimcha, bu qanaqasiga hayotni shunaqa haligi nosamimiydan boshlash mumkin. Bu bir-birini aldash emasmi? Men o'zim o'ylaymanki, avvalambor hammasini bu qizlarga to'nkab qo'yib, "Sen yuruding, bu endi bokira bo'lib tegmoqchimisan?" degan narsani, bu jiddiy masala deb o'ylayman. Bu bir yo'lama qarash kerak emas bunga. Mana masalan, dinda ham aytilgan, hamma joyda bokira bo'lsang, o'g'il bola ham bokira bo'lish kerak. Endi hali kuyov ham bokira bo'lish kerak. Endi men o'ylaymanki, avvalambor odamlar turmush qo'yaptimi, yoshlar bir-biriga ishonishdan boshlash kerak. Lekin Umida opa, mana samimiylik bo'ladigan bo'lsa, unda u qizni hayoti barbod bo'lyapti. Ya'ni uni hech kim olmaydi. Endi shu tomoni bor-da. Lekin biz bilmaymiz nima uchun u qiz bordi, hayotida nima bo'lgan. Keyin mediklarga qaraganimda, biz mana meditsina bo'yicha shart emas, o'sha hamma o'zini qizlari fiziologiyasi har xil. Balki hech qachon hayotida hech bir erkak kishini ko'rmagan bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan? Kimdir balki aldagan bo'lgan, "Men senga uylanaman", "Yo, bo'ldi, ketdik", "Men senga uylanaman" deb aldab tashlab ketganim mumkindir. Balki rostdan ham haligi yo'li bor-ku degan deyish mumkin. Unda bu individual narsa-da. Hayotda to'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Mumkin hayoti buzilib ketishi mumkin. Shunaqa. Endi bu yerda nima desam ekan, ochiqchasiga bir-biriga ishonish bo'lmasa qiyin-da. Men bir narsa deyishim qiyin. Albatta mumkin. Lekin o'zi qizlikka tekshirishi o'zidan o'zi qancha bu aytmoqchimanki, xo'ja ko'rsinga bo'lib ketayotgan bo'lsa mumkin-da. Shunda qanaqadir jamiyatda o'zida yolg'onchilik ko'p bo'lsa, yoshlar nima qilsin? Sharq davlatlarida nikohgacha jinsiy aloqa bilan shug'ullanmaslik qizlar qatori erkaklarga ham bir xil taalluqlidir. Lekin bu shartlar erkaklarga ko'p ham majburiy hisoblanmaydi. Avvalroq tojikistonlik jurnalistlar ham Tojikistonda bokiralikni tiklash $350 bo'lish
haqida xabar bergan. Tojikistonda bokiralik pardasini tiklashni so'rab murojaat etuvchi ayollar ko'paygani va bunday jarrohlik amaliyotlarining narxi $200 dan $350 gacha bo'lishi haqida xabar bergan.